Tarixshunoslar bu urushni sifatlab, bu urush oldida tarixda yuz bergan bütün urushlar o'yinning o'rnida deydi. Bu vaqtda Hristiyanlar, hatto Yahudilarmi musulmonlar uchirgan qirg'inchilikqa ich og'irishib, yig'ilishib ketgan va ular o'ylaganki, endi islom dunyosi tugadi. Bundan keyin islom cho'kdi, islom degan narsa bundan keyin bosh ko'tarolmaydi deb mushunga jazmat qilishgan. Moğol qo'shinlar bu kitoblarni har-harlarga necha kun tushib Dijla daryosiga tashlab yiqitib o'tdi. Tashlangan kitoblarning ko'pligidan daryoning suyining rangi o'zgarib ketgan deyishadi. Biz ilgirki derslerimizde Büyük Selçuklular dövləti haqqında nəhayət köp toxtaldıq. Büyük Selçuklular dövləti Sultan Məlikşahның dövrü kelgan vaqtda nəhayət tərəqqi qılğan, coğrafiya cəhətdə olsun, ilmi cəhətdə olsun, iqtisadi cəhətdə olsun nəhayət yüksəlgan. Lekin Sultan Məlikşahның vafatıdan keyin parçalanıb 5 dövlətə bölünüb ketgan. Hazırki Türkmenistanның içidəki, yəni Özbekistanның çegarasına yaxın joyda Xorazm deydigan şəhərmi Büyük Selçuklular dövlətiga qarashliq idi. Sultan Məlikşah bu Xorazm şəhəriga özünün çayçısı Anuştukunni vali qilib avatgan. Anuştukun əslində bir məmluki əskər, onun rastlığı, İslam'a bo'lgan sadoqati va botirligi tufayli uni azod qilib, o'stirib, mansablarga qo'ygan. Oxirida Xorazm shahriga vali qilib avatgan. Sultan Məlikşah 1092-yili vafot topgandan keyin Büyük Selçuklular parchalanib 5 davlatga bo'linib ketgan vaqtida Xorazm valisi bo'lgan bu Anuştukun men Selçuklu davlatiga sodiq qolaman deb Xorasan Selçuklularga sodiq bo'lib qolgan. 1097-yil kelgan vaqtda Anuştukun vafot topgan. Uning o'rniga o'g'li Qutubiddin vali bo'lgan. U Xorasan Selçuklularga sodiq bo'lib qilivergan. Amaliyotda bu vaqtda Selçuklular nəhayət qalaymaqon bo'linib ketgan. Hatta o'zaro jo'g'rofiya talashib, put tepishayotgan shunday bir paytda edi. Bu vaqtda Xorazm mustaqil bo'lsa tamamen bo'lalaydi. Lekin Xorazm valisi bu yo'lni tutmagan. Qutubiddinmi Selçuklularga sodiq bo'lib mengayvergan. Milodiya 1117-yil kelgan vaqtda Sultan Sanjar Selçuklularni birlashtirgan. Bu vaqtda yana sodiq bo'lib mengayvergan. Milodiya 1126-yil kelgan vaqtda Qutubiddin vafot topib, uning o'rniga Atsiz Xorazmning valisi bo'lgan. Atsiz Xorazm shahriga 30 yil vali bo'ladi. Milodiya 1156-yil kelgan vaqtda Atsiz vafot topadi. Uning o'rniga Il Arslan Xorazmlarningki valisi bo'ladi. Sultan Sanjar bo'lsa milodiya 1157-yilda vafot topadi. Yana Selçuklular bo'linib ketadi, parchalanib ketadi. Selçuklularning yana qaytadan bo'linish sababli Atsiz rasmiy shaklda mustaqillik yo'li qarab mangan. Ya'ni Xorazmni markaz qilib o'zi bir davlat qurishni niyat qilgan va ayrim mustaqillik qarab mangan. Selçuklular o'zaro to'qinishayotgan, bo'linayotgan payt bo'lg'achqa bu vaqtda Xorazm valisi Il Arslanxon nəhayət ətrafqa tez sürətli kengaygan. Xorasanning ba'zi joylarini egallab olgan, hatto Selçuklularning ba'zi shaharlarini egallab olgan. Milodiya 1172-yil kelgan vaqtida Il Arslanxon vafot topib, uning o'rniga Alauddin Tekish Xorazmning shohi bo'lib taxtga chiqadi. Alauddin Tekish Xorazmlarning shohi bo'lib taxtga chiqqandan keyin yana atrofga kengayish uchun qo'shin tortadi va Selçuklularning shaharlarini bir-birlab egallaydi. Hatto Iroq Selçuklularning zaminlarini egallab Bag'dodga yetib keladi. Iroq Selçuklulari bo'lsa munqarizlik qarab mangadi. Milodiya 1194-yili Xorazm shohi Alauddin Tekish Iroq Selçuklularining podshohi bo'lgan Sultan Turulni o'ltirib Iroq Selçuklularini tarixga aylantirdi. Alauddin Tekishning davrida rasmiy shaklda Xorazm davlati qurilib, uning jo'grafiyasi Marva, Neysabur, Ispahan, hatto Mosul, Bag'dodga chiqqan. Bag'dodni bo'lsa xalifa ayrim mustaqil qilib oladi. Yana bir tarafdan bizning yurtimiz Sharqiy Turkistonga chiqqan edi. Bu vaqtda bizning yurtimizni 40 taylar egallab olgan edi. Milodiya 1200-yil kelgan vaqtda Alauddin Tekish vafot topadi. Uning o'rniga Muhammad Alauddin Xorazm davlatining shohi bo'lib taxtga chiqadi. U taxtga chiqqandan keyin yana jo'grafiyasini kengaytirish uchun Afg'onistonga hujum qilib, Afg'onistondagi G'otlar yoki G'otlar deb atalgan pushtular bilan urush qilib, Afg'onistonning G'azna, Balax va Nurg'un shaharlarining hammasini azod qilib, butun Afg'onistonni o'ziga qo'shib oladi. Shunda qilib bu Xorazm davlatining jo'grafiyasi Afg'oniston, Mosul, Neysabur, Marva, Ispahan, yana bir tarafdan hozirgi O'zbekiston, Qirg'iziston qatorliq mushundaq keng tuproqqa ega bo'lib, shu davrdagi eng chong turk islom davlatiga aylandi. Lekin bular buning bilan ko'paylanmaydi. Bag'dodni egallash uchun, ya'ni xalifani qo'lga tushirish uchun Bag'dod qo'shin tortadi. Lekin mag'lub bo'lib chekinadi. Xorazm davlati mana shunday kuchlanib, rayon xarakterlik eng chong davlatga aylanayotgan paytida milodiya 1206-yili Mong'oliyada Temurchin ismli birisi Mong'ol, Tatar va boshqa qabilalarning hammasini birlashtirib bosh ko'tarib chiqadi. Shundaqla Xitoyga hujum qilib, Xitoyning nurg'un zaminlarini egallaydi. Hatto Beyjingga hujum qiladi. Ya'ni Xitoyning tang yerim fuqarosini hammani o'ldiradi. Ondan keyin bizning vatanimizga hujum qilib keladi.
Bu vaqtda bizning vatanimizni yuqorida o'tganimizda qora Xitoylar besib olgan edi. Bu Mo'ng'ullar qora Xitoylarga hujum qilib, qora Xitoylarning hammasini mag'lub qilib bizning vatanimizni qo'g'lab chiqaradi. Xalqimiz bo'lsa qora Xitoylarning zulmi ostida necha yil yashagan bo'lg'achqa Mo'ng'ullarni qarshi oladi. Ular qarshi turmaydi. Bu sababdan Temurchin, ya'ni Chingiz Xonmi bizning xalqimiz ichida keng ko'lamli qirg'inchilik elib bormaydi. Hatto bizning xalqimiz, ya'ni Uyg'urlardan bo'lgan Olib Ertunga Chingiz Xonga bir yeziq ijod qilib beradi. Shundaqla Chingiz Xon davlatininki yuqori mansablariga erishadi. Shunda qilib Chingiz Xon Mong'oliyadan bosh ko'tarib kengayib Xitoy va bizning yurtimizni egallab, Xorazm davlatining chegarasigacha keladi. Ammo Xorazm davlati bilan urushmay, diqqatini faqat Xitoy bilan markazlashtiradi. Shundaqla Xorazm davlati bilan tinchlik kelishimi imzolaydi. Shundaqla savdo, tijorat munosabat o'rnatadi. Chingiz Xon urush lozimatliklarini, yemak-ichmakliklarini ana shu Xorazm davlatidan setib oladi. Chingiz Xon bir qatim 500 askarni Xorazm davlatiga lozimatliklarini setib olish uchun avatadi. Bu vaqtda shu shaharning valisi bularni jasos deb tutib, hammasi qirib, o'ltirib tashlab o'tadi. Bu xabar Chingiz Xonga yetgandan keyin nihoyat g'azablandi va darhol Xorazm davlatining shohi xat yozib, mushu ishni qilgan valini menga topshirib ber deydi. Lekin Xorazm shohi ularni jazolash to'g'ri kelsa, o'zimiz jazolaymiz deb Chingiz Xonning talabini keskin rad qiladi. Buning qarta Chingiz Xon nihoyat g'azablanib, Xitoy qarta ilib berayotgan urushini to'xtatib, bütün gücü bilen Xorazm davlatiga hujum qiladi. Milodiya 1229-yili Chingiz Xon zo'r qo'shin bilan Xorazm shohi Muhammad Aloiddin boshchiligidagi bu Xorazm davlatining qo'shini ikkisi shiddatli urushadi. Natijada Chingiz Xon g'alaba qiladi. Muhammad Aloiddin shoh bo'lsa chekinib sepilning ichiga kirib oladi. Chingiz Xon qo'shini xuddi ko'p bo'lish bilan birga nihoyat vahshiy yirtqich kabi edi. Chingiz Xon zo'r qo'shin bilan Buxoroni muhosiraga oladi va shiddatli hujum qilib bir qancha kun muhosira qilgandan keyin Buxoroga besib kiradi. Va Buxoroga besib kirgandan keyin ajoyib facialik qirg'inchiliklarni elib boradi. Meslarni, me'mor, bütün binokorlarning hammasini chaqudi, o't qo'yib o'tadi. Udul kelgan kishilarning hammasini o'ltirib, irqiy qirg'inchilik elib boradi. Oxiri bo'lsa Buxoro shahriga o't qo'yib o'tadi. Chingiz Xon buni bilan ko'paylanmaydi. Samarqandga, ya'ni Xorazm davlatining poytaxti bo'lgan Samarqandga qo'shin tortib, u yana muhosiraga oladi. Samarqandning ichida 40 ming askar mudofaa turadi. Shiddatli mudofaa turgan bo'lsa-mu, lekin Chingiz Xon qo'shini oxirida sepilni besib kirib, Samarqandda xuddi Buxoroga o'xshash qirg'inchilik, bulang-talang va o't qo'yish harakati elib boradi. Ayol, kichik, cho'ng, yosh qari demasdan son-sanoqsiz odamlarni o'ldiradi. Xorazm davlatining shohi Muhammad Shah bo'lsa, qo'shin bilan Naysaburga qochib ketadi. Chingiz Xon bo'lsa, ishg'oliyatini davomlashtirib, Xorazm davlatining shaharlarini bir-birlab egallaydi. Ozarbayjon, Xorason, Xorazm bütün shaharlar bir-birlab Chingiz Xonning qo'liga o'tadi. Shundaqla Chingiz Xon egallagan shaharlarning hammasiga o't qo'yib qo'yadi. Xorazm davlatida tarixda misli ko'rilmaydigan qirg'inchiliklar yuz beradi. Bu sababdan Xorazm davlatidagi nurg'unlagan turklar, askarlar Ayyubiylar davlatiga qarab ko'chishga boshlaydi. Ya'ni Sham tarafdagi Ayyubiylar hukmronligidagi u shaharlar ko'chishga boshlaydi. Chingiz Xon bo'lsa asirga olgan turk askarlarining hammasini degdek bog'lab qo'mig'iga selib, Bag'dod bozoriga olib sotadi. Bu askarlarning ko'pinchisini Ayyubiylar davlati setib olib, o'zining davlatining askari qiladi. Chingiz Xon faqat askarlar emas, fuqarolar ichidan erlarni, yoshlarni, o'g'illarni, bolalarni qul bozorida sotadi. Chingiz Xon qul bozorida setish uchun tutib olgan kichik bolalar ichida Sayfiddin ismli bir bola bor edi. Bu bola Mo'ng'ul askarlarining tirkishib, hatto ularning qo'lini tishlab oladi. Mo'ng'ul askarlari bu bolaga Qutuz deydigan, ya'ni G'aljir ed deydigan bu laqabni qo'yib qo'yadi. Shuning bilan bu bola Sayfiddin Qutuz deb ataladi. Bu bola boshqalarga o'xshash Bag'dod bozoriga olib setiladi. Uni shu vaqtdagi Ayyubiylar davlatining sultoni Salih Najmiddin Ayyubning odamlarini setib olib Misrga olib ketadi. Biz Sayfiddin Qutuzning hikoyasini keyingi darslarimizda texnik tafsiliy anglaymiz. Chingiz Xon Xorazm davlatini to'liq istilo qilish uchun, ya'ni ichkilab ilgirlaydi. Xorazm shohi Muhammad Shah bo'lsa, Qazvin dengizi ichidagi bir orolga qochib berib oladi. Ammo shu orolda milodiya 1200-yillarda vafot topadi. O milodiya 1200-yili vafot topgandan keyin uning o'rniga Jaloliddin Mankuberti deydigan bu kishi Xorazm davlatining shohi bo'ladi. Bu Jaloliddin Mankuberti nihoyat botir, qobil kishi bo'lib, bu Afg'onistonga chekinib, Afg'onistonning G'azna shahrida turk beklarini qaytadan qo'zg'ab, qaytadan qo'shin tashkillaydi va Chingiz Xon qarshi zo'r qo'shin bilan tayyorlik qiladi. Buni anglagan Chingiz Xon uning qarshi zo'r qo'shin bilan keladi. Shunday qilib Jaloliddin Mankuberti boshchiligidagi bu qo'shin bilan Chingiz Xon boshchiligidagi Mo'ng'ullar qo'shini G'azna shahrida, ya'ni Afg'onistonning G'azna shahrida shiddatli urushadi. Bu urushda Jaloliddin Mankuberti tunji bo'lib Chingiz Xon ustidan g'alaba qiladi. Jaloliddin Mankubertining Chingiz Xon ustidan g'alaba qilishi musulmonlarga, bo'libmi Xorazm davlatining fuqarolariga nihoyat umid bag'ishlaydi. Ammo Chingiz Xon voz kechmay yana qaytadan qo'shin tashkillab, zo'r qo'shin bilan keladi. Jaloliddin Mankuberti butun turk qabilalarining boshliqlarini hammasini to'plab Kabulda Chingiz Xon qo'shini bilan shiddatli urushadi. Bu urushda Jaloliddin Mankuberti ikkinchi qatim yana Mo'ng'ullar ustidan g'alaba qiladi. Shundaqla nurg'unlagan g'animat oladi. Lekin urush oxirlashgandan keyin turk qabilalari o'tirisida
g'animatni taqsimlash masalasida da'talash chiqib, turk qabilalarining hammasi yani tarqab ketadi. Jaloliddin Mankubertining qo'shini bo'lsa nihoyat oz qoladi. Bu ahvoldan xabar topgan Chingizxon yana qo'shin avatidi. Jaloliddin Mankuberti ozgina qo'shinlar qag'achqa bu qatim Mo'ng'ullar ustidan g'alaba qila olmay mag'lub bo'lib Sind daryo bo'yiga qochadi. Chingizxon qo'shini bo'ldi qilmay uning keyindan Sind daryo bo'yiga qo'g'lab keladi. Bu daryo bo'yida tarixdagi eng echinishli, eng fojialik, eng qabih urushlar yuz beradi. Tarixshunoslar bu urushni sifatlab, bu urush oldida tarixda yuz bergan bütün urushlar o'yinning o'rnida deydi. Chunki bu urushda shundoq fojialik urush ediki, Mo'ng'ullar o'ltirgan yoki asir olgan askarlarning ko'zlarini, hayotda bo'lsa tirik holatda quloqlarini, ko'zlarini, burunlarini kesib qiynab mushundoq o'ltirib bo'lgandan keyin o't qo'yib o'tadi. Ya'ni inson qalbidan chiqqan qabih vositalarni qo'llanib mana mushundoq urushadi. Jaloliddin Mankuberti ozgina askar bilan amalsiz Sind davlatiga, ya'ni Hindiston tarafga qochadi. Shoh Jaloliddin Mankuberti qochib ketgandan keyin Chingizxon qo'shini Kabul, G'azna va butun shaharlarda, butun turk beglarining ustidan ajoyib qirg'inchilik olib boradi. Ve şu şehirlerin hemmesi ot koyup kül kılıp ötüdü. Jaloliddin Mankuberti bolsa Hindistan'a bağlandığı için ciddi şekilde etrafa qo'shin to'plashga kirishdi ve Hindistondagi musulmonlardan yordam talab qiladi. Shunda qilib neticede o etrafa zo'r qo'shin tashkillaydi ve qo'shin tashkillab milodiya 1227-yili zo'r qo'shin bilan Sind daryosidan o'tib, ya'ni shu o'zining tuprog'i bo'lgan Xorazm davlatiga kiradi. Bu vaqtda, ya'ni milodiya 1227-yili Chingizxon o'lib, uning davlati o'zining o'g'illari orasida 4ga bo'lingan edi. Jaloliddin Mankuberti bu fursatni chang tutmay o'zining davlatini qaytadan qurish, nüfuzini qaytadan tiklash bilan mashg'ul bo'lib, Chingizxonning qoldiq askarlari bor shaharlarni egallash bilan mashg'ul bo'ladi. Shundaqla bir-birlab shaharlarni egallab, o'zining davlatini qaytadan quriydi. Hatto yana kengayib Bag'dodgacha boradi. Shundaqla Bag'dodga ko'zini tikadi. Bu vaqtda Mo'ng'ullar bo'lsa ichki taxt kurishida azroq mashg'ul edi. Jaloliddin Mankuberti bu vaqtda bir siyosiy xatolik o'tkazib, nishonni Mo'ng'ullarga qaratmay Ayyubiylarga ko'z tikadi. Lekin mushu paytda Qirnishi G'iyosiddin bilan ziddiyat kelib qoladi. Shunda qilib Xorazm davlati qaytadan asli kelgan bo'lsa-mu, lekin ichki ziddiyat, ichki to'plan ko'tarilishga boshlaydi. Bu vaqtda Chingizxonning avlodlari hammasi o'ziga tava zaminga ega bo'lib, o'zining hokimiyatining ostidan putulib olgan edi. Mo'ng'ul qo'shini yanada qaytadan tirilayotgan bu Xorazm davlatiga, ya'ni zo'r ko'lamli qo'shin tortadi. Bu urushda Jaloliddin Mankuberti mag'lub bo'ladi va Iroqning bir chat bir yeziga qochib ketadi. Milodiya 1231-yili ana shu yezida bir dehqon Jaloliddin Mankubertini ichinishliq o'ldirib o'tadi. Chunki bu dehqonning inisi Jaloliddin Mankuberti zaminni kengaytgan vaqtida uning qarshi urush qilib o'lgan edi. U inisining qisosini olish uchun Jaloliddin Mankubertini ana shunday o'ldirib o'tadi. Shunday qilib milodiya 1231-yili Jaloliddin Mankubertining o'limi bilan Xorazm davlati tarixga aylandi. Xorazm davlatining tuproqlarining hammasini Mo'ng'ullar egallaydi. Aslida Xorazm davlati Mo'ng'ullarning o'rta sharqqa, arab davlatlariga va boshqa islom davlatlariga hujum qilishning oldini tutib turgan edi. Lekin Xorazm davlatining siyosiy xatolik sababli Mo'ng'ullar Xitoydan nishonni Xorazm davlatiga qaratib, Xorazm davlatini yiqib bo'ldi qilmasdan o't qo'yib, kuydirib, yana bo'ldi qilmasdan Bag'dodni egallash uchun tayyorlandi. Xabarimizda bo'lgandek Bag'dod xalifaning markazi edi. Garchi siyosiy kuchi bo'lmasa-mu, diniy jihatdan nufuzi bor edi. Islom jug'rafiyasining diniy jihatdagi bir poytaxti edi. Shundaqla Bag'dod shuncha siyosiy to'qnashuvlarga duch kelgan bo'lsa-mu, lekin ilm beshiklik roldan qolmagan edi. Bag'doddagi Baytul Hikma kitobxonasida shu vaqtning o'zida 1 milliondan ortiq qo'l yozma asarlar bor edi. Shundaqla Bag'dod shu davrdagi engovat shaharlarning birisi bo'lib, Bag'dodda 2 million odam yashaydi. Ammo u vaqtdagi xalifa Abbosiylarning 37-chi oxir xalifasi Mu'tasim billah bo'lib, bu odam pasiq bir musulmonlarning xalifasi bo'lishga loyiq odam emas edi. Ya'ni u vaqtda islom xuddi bugungi kunimizdagi o'xshash shakli jihatda edi. Bu sababdan Abbosiylar xalifasi faqat siyosiy kuchni, siyosiy nufuzni maqsad qilib, bir vazirga Shi'ani qilgan, yana bir vazirga Sunniy musulmonni qilgan. Ya'ni bir vaziri Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umarni tillasa, yana bir vaziri Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umarni Rasulullohning xalifasi o'rin bosarlari deb qaraydi. Lekin xalif Mu'tasim billahning uning bilan ishi yo'q edi. Ya'ni xalifa deb atalgan bo'lsa-mu, u haqiqiy islomiy ma'nodagi bir xalifa emas edi. Shundaqla shu darajada bexud, shu darajada o'zining aysh ishatiga berilib ketganki, yanadagi Xorazm davlati Mo'ng'ullarning istilosiga uchrab, o't qo'yib, kul qilingan bo'lsa-mu, beg'am holda dedeklarni usulga silib, ana shunday yashayotdi. Xorazm davlatiga yordam berish emas, hatto Xorazm davlatining ba'zi ojizligini Mo'ng'ullarga yetkazganligi ba'zi tarixiy kitoblarda bayon qilinadi. Buning sababi bo'lsa, Xorazm davlati Bag'dodga ko'z tikkan. Bu sababdan Xorazm davlatini o'ziga tahdid qo'ygan. U tahdidni yo'qotish uchun Mo'ng'ullarga ushur yetkazganligi ba'zi tarixiy kitoblarda mana shunday afsonali holda tilga olinadi. Demak, Abbosiylar xalifasi mana shu davrga
kelgan vaqtda haqiqiy halok bo'lgan sabablarning hammasini o'zi to'plagan edi. Kofirga musulmon qarshi yordam bergan edi. Aysh ishratga, haroqqa shundoq berilib ketgan edi. Ya'ni Allohning g'azabini keltiradigan sabablarning hammasini qilgan edi. Xalifa Mu'tasim Billahning butun islom dunyosida siyosiy kuchi bo'lmagan bilan Bag'dodda siyosiy kuchi bor edi. Ya'ni shu vaqtning o'zida Xalifa Mu'tasim Billahga qarashli 100 ming askar bor edi. Shunday qilib milodiy 1253-yili Hulako boshchiligidagi Chingizxon qo'shini Bag'dod nishon qilib O'rta Sharqqa rasmiy yurish qiladi. Chingizxon qo'shinining kelganligini bilgan Iron xalqi Chingizxonni oldiga chiqib qarshi oladi va uningga hech qanday qarshilik bildirmayla taslim bo'ladi. Ammo Irondagi Ismoiliya shialari bo'lsa o'zining qal'asiga yushunib Chingizxon qarshi turadi. Chingizxon ularga shiddatli hujum qilib, ularning hammasini o'ldiradi. Ya'ni Hashashilarni Chingizxon o'ldiradi. Bu Ismoiliya deb atalgan Hashashilar bo'lsa, islom dunyosida sunniy musulmonlarga, podshohlarga, mashhur qo'mondonlarga suiqasd qilishlar mashhur edi. Alloh taolo bu zolimlarni, yana bir zolimlarning qo'li bilan mana shunday halok qilib, tel-to'kis ularni munqariz qilib o'tadi. Ondan keyin Hulako zo'r qo'shin bilan Bag'dodni nishon qilib, Bag'dodning qishdagi Hamdan degan shaharga tushadi va u shaharni o'ziga baza qiladi. Ondan keyin Abbosiylar xalifasiga milodiy 1257-yili xat avatadi. Bu xatda shaharni bizga topshirib bilan sizga hech qanday ziyon yetkazmaymiz. Fuqarolarning hammasi sog' salomat qoladi deydi. Ammo Abbosiylar xalifasi bu xat qarta nayt qattiq javob qaytarib, "Nereden kelgan bo'lsang shu yerga ket" deydi. Hulako ikkinchi qatim xat avatib, "Agar sen shahringni bizning imperiyaga tava qilsanglar, sen huquqingda qolsa, sen bizga ulpan topshirsanglar bo'ladi" deydi. Bu qatim xalifa bir oz yumshoq tillan, "Sana pul beray, qanchalik mol dunyo desang beray, sen qaytib ketgin" deydi. Hulako uchinchi qatim xat avatib, "Agar shaharni topshirib bermasang, bizga bo'ysunmasang, shahringni xuddi boshqa shaharlarni qilganga o'xshash vayron qilib o'tamiz, o't qo'yib kul qilib o'tamiz" deb tahdid soladi. Bu qatim xalifa Mu'tasim Billah bir oz ikkilanadi va atrofidagi bu ikki vazirga maslahat soladi. Shiiy vazir bo'lgan Ibn al-Alqami urushmayli, taslim bo'layli, fuqarolarga ziyon yetmasin deb mush taklifni beradi. Amaliyotda bo'lsa Ibn al-Alqamini Hulako setib bo'lgan edi. Shundaqla agar Bag'dodni elishimizga yordam qilsang, biz seni u yerga vazir qilamiz, bizning vakilimiz, vali qilamiz deb uni oldiga edi. Ammo yana bir vaziri Mujohiddin Aybek bo'lsa sunniy musulmon edi. Mujohiddin Aybek, "Yo'q, biz chuqur urush qilamiz, bu muqaddas Alloh yo'lidagi bir jihad. Bularga shahrimizni musulmonlarni tutqizib qo'ymaymiz, urush qilamiz" degan bu taklifni beradi. Xalif Mu'tasim Billah boshqa vazirlarga maslahat solib, oxirida Hulako bilan urush qilishni qaror qiladi. Lekin xoin vazir Ibn al-Alqami mushu paytda Abbosiylar xalifasining 100 ming askarlarining hammasini taqib o'tadi. Hulako bo'lsa qo'shin bilan Bag'dodga yetib kelib, Bag'dodni muhosiraga oladi. Shundaqla Bag'dodga o'qiya orqali hujum qilishga boshlaydi. Bu vaqtda Abbosiylar xalifasi deb atalgan bu kishi nima ish qilyapti bilamsizlar? Ana shundaq Bag'dod muhosiraga olingan paytdami Didekni usulga solib huzurlanayotdi. Hatto Mo'ng'ullarning atgan bir o'qi qasr hovlisida usulga solayotgan bir Didekka tegib, Didek shu yerda o'ladi. Demak, mushu darajada bexud edi. Abbosiylar xalifasi ana shundaq Didek o'zining ko'z oldida o'lgandan keyin darhol qo'shin to'planglar deydi. Faqat 12 ming askarni to'play oladi. Abbosiylar xalifasi Mu'tasim Billah bu 12 ming askar bilan 200 ming kishilik Hulakoning qo'shinining oldiga chiqadi. Bu tangsiz qo'shin orasida shiddatli urush bo'ladi. Abbosiylar xalifasining qo'shinining ko'pi degidek hammasi o'ldiriladi. Saq qolgan ozgina askarlar bo'lsa Bag'dodning ichiga kirib oladi. Xalifa Mu'tasim Billah Hulakoni mag'lub qila olmaydiganligiga to'liq ko'z yetgandan keyin milodiy 1258-yili 2-oyning 10-kuni o'zi, oila tavobati va 3000 nafar vazir va ulamolardan tashkillangan hay'at bilan Hulakoning oldiga kelib sulh tuzayli deydi. Hulako xalifani nihoyat hurmatlab qarshi oladi va Hulako xalifaga "Unda bo'lsa, sen butun askarlaringga buyruq qilgan, hammasi qurolni tashlab sepining sirtiga chiqsin, undan keyin biz suhbatimizni davom qilaylik" deydi. Xalifa buyruq qiladi. Butun askarlar qurol-yarog'larni tashlab sepining oldiga chiqadi. Hulako xalifani qarab turg'izib qo'yib, hammasini o'ldirib tashlaydi. Ondan keyin Bag'dodga shiddatli hujum qiladi va Bag'dodga kirgandan keyin 40 kun to'xtamay odam o'ldirib, qirg'inchilik qilib boradi. Qari yosh, cho'ng kichik demasini hammani o'ldiradi. Tarixshunoslar shu vaqtdagi qirg'inchilikni nisbatlab, bu vaqtda Bag'dod ichida o'ldirilgan odamlarning soni 1.800.000 deydi. Bu vaqtda xristianlar, hatto yahudilarmi musulmonlar uchirgan qirg'inchilikqa ich og'rishib, yig'ilishib ketgan va ular o'ylaganki, endi islom dunyosi tugadi. Bundan keyin islom cho'kdi, islom degan narsa bundan keyin bosh ko'tarolmaydi deb mushunga jazmat qilishgan. Musulmonlarning qalbiga shu darajada qo'rqinch kirganki, bir askar "To'xta, men qilichimni unutib qopdimmi? Uyga kirib qilichimni chiqib seni o'ldirma. Mush yerda jim tur desa, shu yerda lag'ildab jim turadi. U askar uyiga kirib qilichni chiqib, uning kallasini oladi. Demak, mana shu darajada musulmonlar izlib ketgan. Bag'dod asosan odam qolmagan. Faqat o'ngkurga, qabrlarga yushni vaqtida saqlagan. Keyin ularning ko'pligini jasadlar bitirib qilinmagan bo'lg'achqa, vabo taqab ketib, u qabrga o'ngkurga kirib olganlarning hammasi o'lib ketgan. Xabarimizda bo'lgandek, Bag'dodda Baytul Hikma deydigan bu aqllar saroyi bor edi. Bu aqllar saroyidagi kutubxonada 1 milliondan ortiq qo'l yozma qimmatli asarlar bor edi. Mo'ng'ul qo'shinlar bu kitoblarni har
kitoblarga necha kun tushib Dijli daryosiga tashlab iqitib o'tadi. Tashlangan kitoblarning ko'pligidan daryoning suyining rangi o'zgarib ketgan deyishadi. Demak, bu fojia bilan musulmonlar siyosiy jihatdan emas, madaniy jihatdan ajoyib cho'ng ziyonga uchraydi. Hulako Xalif Mu'tasim Billahning so'rgunicha qasrga elib kiradi va oltin kumushlarning xazinaning hammani osh deydi. Xalif Mu'tasim Billah ko'mgan nurg'un oltin kumushlarningki ishkini ochadi. Buni ko'rgan Hulako hayron qoladi. Kashki mush oltinlaringni o'zingning askarga xalqing xajagan bo'lsang, bu kun qolmaydi deb shu yerda o'ltiradi. Shunday qilib Abbosiylar xalifasi butunlay oxirlashadi. Islom dunyosida xalifa deydigan bir narsa qolmaydi. Musulmonlarni tushkunlik, umidsizlik qoplaydi. Chunki u vaqtda islomning qaytadan bosh ko'tarishdan aslo umid yo'q edi. Bir kunisi Hulakoning qizi Bag'dod ko'chalarida mingib o'tib, bir qancha odamning atrofida ulashib olganligini ko'rdi va askarlardan u odam nima odam deb so'raydi. Askarlar berib so'rgandan keyin uning bir olim ekanligini biladi. Hulakoning qizi u olimning qashiga kelib, "Sen musulmon olimmi?" dedi. "Ha, dedi. "Alloh seni yaxshi ko'radi ekan, biznimi?" dedi. "Alloh musulmonlarni yaxshi ko'radi" dedi. "Nima uchun unda bo'lsa, bizga sizlar qarshi yordam berdi? Sizlar musulmon bo'lsanglar, nima uchun bu kun qildinglar? Alloh sizlarni yaxshi ko'rsa, nima uchun bundoq tashlab qo'ydi?" dedi. "Siz padişalarni ko'rganmi?" dedi. Eliq qiz, "Ha, ko'rgan" dedi. "Padilar chegaradan chiqib ketgili qopsa, padichi nima ish qiladi?" dedi. Hulakoning qizi, "Albatta itini avatidi, u itni qo'ylarni chegaraning ichiga elib akiradi" dedi. Olim kishi, "Sizlar dal shunga o'xshaysizlar. Biz Allohning padilariga o'xshaymiz. Biz chegaradan chiqdik, Allohning deganlarini qilmadik. O'zimizni musulmon desakmi, musulmondek yashamadik. Xalifalar layoqatsizlashdi, islomdan yiroqlashdik. Bu sababdan Alloh taolo bizni o'zining chegarasiga qaytarish uchun sizlarga o'xshash itlarni avatdi. Agar biz qachoniki Allohning chegarasiga qaytsak, sizlar bu yerda qat'iy turolmaysizlar" deb javob berdi. Darvaqa bu javob o'ylanishga tegishli. Nima uchun musulmonlar u kunga qolib qoldi? Musulmonlarning ahvoli nada edi? O'zini xalifa deb atqanlar nima ish qilyapti? Demak, u kundagi ahvol bugun kunimizda battar yoki o'xshab ketadi. Bugun kunimizda musulmonlar umidsiz. Xuddi musulmonlar endi bundan keyin bosh ko'tarmaydigandek. Yevropa, G'arb, Xitoy cho'mib ketadigandak. Musulmonlar bundan keyin bo'zak, bo'pli yo'qolib ketadigandak mushundaq holat ko'pinchimizning ruhini chirmay o'lganlik. Amaliyotda bu tarix qaraydigan bo'lsak, bu vaqtliq masala. Biz islomdan yiroqlashdik, umidni boshqa yerdan kutdik. G'ariblasak yoki boshqa bir yo'lda mansoq kuchlandigandek, vatanimizni qo'limizga oldigandek mushundaq o'ylar bilan boshqa bir yo'llarga qarab mengayotimiz, ammo kuchlanish emas, tug'an sir chekinyapmiz. Chunki inson itqoddan yiroqlashgan hamon irodasi bo'shaydi. Uning qurbon berish, fidokorlik ruhi tugaydi. Shundaqla Alloh bunday kishilarga bizni musulmon devasimi yordam qilmaydi. Chunki Allohdan yiroqlashdi, dindan yiroqlashdi. Alloh taolo Qur'on Karimda kimki Allohga yordam bersa, Allohning diniga yordam bersa, undan Alloh unga yordam beradi deydi. Demak, kuch, g'alaba musulmonlarga Allohga yaqin vaqtida bo'lgan. Biz ilgari so'zlagan tarixlarimiz qaydagan bo'lsakmi, islom davlatlarininki va yoki islom podshohliklarininki eng kuchlangan davrininki islomga eng yaqin davr ekanligini ko'ramiz. Masalan, Xorazm davlatimi dastlabda qurilgan vaqtda haqiqiy islomiy kimlik ustiga qurilgan. Ana shu kun nihoyat taqvo odam edi. Uningdan keyin kelgan amallarmi nihoyat taqvo edi. O'zi mustaqil bo'la oladigan, Seljuqiylar ichki urushlar mashg'ul bo'lgan vaqtidami, "Ya, xiyonat qilsak bo'lmaydi" deb islomiy prinsipda ching tug'an, ammo keyin kelgan podshohlar islomdan yiroqlashgan, faqat siyosiy manfaatni ko'zlab mangan. Natijada vayron bo'lgan. Qudusning birinchi qatim ishg'ol qilinishi va uning qaytirib elinish jarayonidami bu masalani biz tarixiy faktlar bilan ko'rib o'tdik. Hammasi parchalanib, o'zining manfaatini o'ylagan vaqtda Qudus qo'ldan ketdi. Ammo birlashib, islomiy prinsip asosida birlashgandan keyin har bir ishni Alloh uchun deb ma'nolaydigan mush iddia kelgandan keyin Qudus qaytib keldi. Shunga esimiz bo'lishi kerak. Biz Uyg'ur musulmonlari bo'lish sifatimiz bilan bizni islomdan yiroqlatsak, vatanimizning ozodligiga yaqinlashdigandek yoki g'alaba qiladigandek mushundaq ko'rsatayotganlar amaliyotda Uyg'urga eng chong dushmanlik qilganlar. Biz Uyg'urlar musulmonlar. Biz tariximizni, qarixonlarni eng kuchli holatimizni, eng gullangan holatimizni, hatto bugungi kunga qadar faxrlanadigan ulamolarimizni qachon chiqargan? Ana shu qarixonlarningki islomga kirib, islomda mustahkam turgan, madrasa va masjidlarni bino qilib, ilm ma'rifatga ahamiyat bergan. Ya'ni islomiy kimlik asosida ilm ma'rifatga berilgan vaqtida ondan keyin mana hozir qadar biz xalqning oldida faxrlanadigan ulamolarimiz Mahmud Qashqari, Yusuf Xasajib ularning asarlarini shu davrda biz dunyoga sungan. Ammo bizning islomdan ilgirki tariximiz qarab baqali, undan keyingi tariximiz qarab baqali, bu islomdan yiroqlashib bir cho'ng qo'shgan tuhfimizni o'ylab baqali. Islom bizga dunyolik hem ahiretlik chiqish yo'li. Islom bizni ham dunyoda iziz qiladi, ham oxiratda iziz qiladi. Buningga biz chin qalbimiz bilan ishonishimiz kerak. Albatta, ishongan vaqtda undan keyin biz izzatni topa olamiz. Ammo biz e'tiqodimizni Allohga emas, haqiqatga emas, to'g'riga emas, kuchga, manfaatga, ya'ni kim kuchli bo'lsa, shuningga e'tiqod qilmasak, ahvolimiz xatar. Ya'ni shu esimizda bo'lish kerakki, islom ojizlashadi. Hatto umidsizlikka ketishi mumkin, ammo yo'q bo'lmaydi. Ana shunda 30 million kvadrat kilometrga ega bo'lgan dunyo tarixidagi eng chong
imperiyani qurgan Chingizxonning zemini va uning millati bugungi kunimizda nada? Yo'q. Ammo islom 1400 yildan ilgari do'lqinsimon shaklda kuchlandi, ojizlashdi. Musulmonlar tantanaga cho'mdi, qayg'urdi, umidlandi, umidsizlandi. Mushunda holat ketyotdi. Qanday holat ojizlashdi, qanday holat umidsizlashdi? Buning tarix qaydigan bo'lsak, aniq javob chiqadi. Natijada islom yo'qimadi va yo'qimaydi. Chunki bu din ma zaminning, ma koinotning egisi, bizni yaratgan Allohning dini. Bu din aslo yo'qimaydi. Nurg'un imperiya shakllanishi mumkin. Tarixga aylanadi. Ammo islom yo'qolmaydi. Hozir biz tarix darsini so'zlayapmiz. Masalan, hozir Abbosiylarning oxirgi 200-yildan tortib, hozir qadar islom dunyosi butunlay qalamiqonchilik ichida. Zangiy davlat qurildi, Uvayron bo'lib Ayyubiy davlat qurildi, Uvayron bo'lib hozir mamlukiylar qurish oldida turyapti. Demak, islom dunyosi mana shunday davolg'ish ichida. Lekin keyin kichik bir qabila bo'lgan Turkman qabilasining qo'lida Alloh taolo butun islom jug'rafiyasini birlashtirib, musulmonlarni ezlik erishtirdi va 7 asrga yaqin 3 qit'aga suzilib hukmronlik qildi. Qanday vaqt bo'ldi? Haqiqiy islomni birinchi asosiy prinsip manga vaqtda bo'ldi. Ammo hozir xalifaga o'xshash o'yin tamashaga, siyosiy manfaatda bir vazirni Shia qiladigan, bir vazirni Sunniy qiladigan, ya'ni aqidasi manfaat bo'lgan, shunda holatda bo'lgan vaqtda vayron bo'ldi. Allohning jazosiga uchirdi. Shuning uchun shuni bilishimiz kerakki, islom insonlarni azizlikka erishtiradigan bir kema. Kim buningga chiqib olsa, azizlikka erishadi. Uning gumoniy nazarda qarab, uningdan tushishga tirishsa, u mag'lubiyatga uchraydi. So'zimiz qaytib kelsak, shunda qilib Mo'ng'ullar Bag'dodni ishg'ol qildi. Ana shunda qirg'inchilik qildi. Keyin vabo taqib ketdi. Bu sababdan Mo'ng'ullar yana kengayishga davom qilmoqchi bo'ldi. Endi nega kengaydi? Albatta Shamga, ya'ni hozir Suriyaga va Misr qarab kengaydi. Bu vaqtda xabarimizda bo'lgandek Ayyubiylar davlati oxirlashib, uning o'rniga oxirgi sulton, ya'ni Ayyubiylarning oxirgi sultoni bo'lgan Salih Najmiddin Ayyubning ayoli Shajaratud Dur sulton bo'lgan. Shajaratud Dur mamlukiylardan edi. Keyin kishilar isyon qilib uni masxar qilgandan keyin bu Shajaratud Dur degan bu qobil ayol Izziddin Aybek degan bu mamlukiy qo'mondonga to'y qilib, uni taxtga chiqargan. Mana shu Izziddin Aybek bilan Ayyubiylar davlati oxirlashib, mamlukiylar davlatining davri boshlanadi. Biz mamlukiylar haqida ilgari darsimizda azroq tushuncha berdik. Biz keyingi darsimizda mamlukiy haqida tafsiliy so'zlaymiz. Shundaqla yangi boshqa turgan bu mamlukiylar davlati ular qarab kelayotgan Mo'ng'ul istilosi qarta qanday muomalada bo'ladi? Mo'ng'ul istilosining oldini to'siy olamdi? Bu turk davlati haqiqiy islom davlati bo'lamdi? Bu turk islom davlati qanchalik davomlashadi? Shundaqla islom dunyosiga qanday foydalarni va yoki qanday ziyonlarni olib keladi? Bu haqda keyingi darsimizda tafsiliy to'xtalamiz. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmakta hem zekabi hem arslan. Izlar bisip üzülmedi bu karvan, Toğulmakta hem zekabi hem arslan.